Anzirat buvijonimiz 10 o'g'ildan keyin qiz nevarali bo'ldilar deb Germaniyadan O'zbekistonga KFC tayyorlab boramiz. Tovuq qanotlarimizni xuddi shu ko'rinishda qonini chiqarmasdan kesib olamiz. Bizga kerak bo'ladi 150 gram kukuruzniy kraxmal, 400 gram un, 150 gram kukuruzniy mukka, qizil paprika, murch, tuz va 1 stakan suvimizni solib, ozgina aralashtirib olamiz va yana ketidan yarim stakan suvimizni solib olamiz. Ikkita tuxumni chaqib, massamizni yaxshilab aralashtirib, tovuq qanotchalarimizni sochli bo'lib chiqishi uchun marinovkaga xolodilnikka 1-1,5 soatga olib qo'yamiz. Hech kimga aytmaymiz. O'raga sichqon tushdi guldir. O'raga sichqon tushdi guldir gup deb kartoshka derevenskiy tayyorlashni boshlab olamiz. Qaynab chiqqan suvimizga 15 minutga kartoshkalarimizni ishonib topshirib, suvini to'qib, tuz, chestnochli priprava, qizil paprika, petersilin va olivkovoy masallarimizni solib, duxovkaga 15-20 minutga 200 gradusga jo'natamiz. Yapon ayollaridek mazali tayyorlash uchun KFC qanotlarimizni olamiz. O'sha yapon xotiningiz olib bersin. Shlyapingizni. Babram o'zimizning o'zbek ayollariga yetadigani yo'q deb KFC qanotchalarimizni qip-qizil qilib oldi orqasini qovurib olamiz. Bu retsept bilan tayyorlasanglar bormi, KFC'larning usti qarsildoq, ichi bo'lsa shunaqangi darajada sochli bo'lib chiqadi. Abdullani uylantiramiz. Nimaga xursand bo'lasan? Jinni. Abdulla uylantirsak futbol komandamiz nima bo'ladi?